Men sizlar bilan Kenri. Endi olyapman meni. İşte kıyaptı. Kim yatıp koygan? Ha? Kim o'rgatgan? Yaşagan o'rgatib qo'yadi. Shu qishloqdamisiz? Aralar. Öl, otmay qopti qirolim. Ana. Ot endi. Qo'llar chiqib ketayotganini ko'rdingmi? Pistolet bormi? Qanday? Ukalarim. Minecraftda pistolet bormi? Ha, bor. Ko'rmaganmisiz? Men o'rtamni yonida o'tiribman, gapiryapman, javob beryapman, o'zlari yonmaysizlar. Eshitmaydi. Eshitiladi, gapirganim eshitiladi. Bu hali bilmaydi. Kimga eshitilar? Yo'q, buni videoga joylayman. O'l, bilmas u. Endi maqsadga o'tamiz. Biz sizlar bilan plita quramiz va 2 zombilar qo'yib 1-2 darajalar qilamiz. Boshladim. Avval tekis joy topib olamiz. Ana tekisgina joy o'dirib turibdi. Bularni yo'qotib olamiz. Endi bunga kerakli narsalarni topish kerak, demak. Zombi tuxumi. Qaniydi zombi tuxumi? Zombi tuxumi. Skoet tuxumi. Skoet bo'lish kerak. Skoet. Endi oxirida 3-bazada endi esa varden tuxumi. Varden. Varden. To'planmayapman varden. Mana varden. Nimaga ham qo'ydim? Pistolet torting. O'lmayapti. Bu kuchli-da, bu varden. O'l endi. E'tibor bermaysizlar, hozir yomg'ir yoqqaniga shivirlayapti. Boshqa uraman. Qayerda pistoletlar? Mana. Menga faqat mashinasidan tortishing kerak-da, boshqasi bo'lmaydi. Qani chiqing. Kechirasizlar? Yo'q, chiqarmayman. Kechirasizlar, o'rtog'imga tushuntiryapman. Mana qo'yib, varden. Endi shunaqa darajalardan qo'yamiz. Qo'rqmanglar, survivalga o'taman. Qo'yamlar keyin. Darajalarga narsalardan ham qo'yamiz. Ammo varden bilan urushish qiyin bo'lsa kerak. Deyapman men. Uzrasizlar, kechirasizlar. Deyarmidi? Men buni sizlarga qiziqtirish uchun o'tkazib olaman. Bir pasda tayyor bo'ladi. Sizlarga sezilmaydi.